Assalomu alaykum vatandoshlar. Do'stlar, mana biz yana navbatdagi darvozamizni, haytdagi darvozamizni joyiga olib kelib o'rnatib berdik. Bu darvozamiz Dang'ara tumani Bog'ish qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamizning razmeri 3.20 ga 3.5 metrga bo'lgan. Shu zakazga o'lchab olib kelib o'rnatib berdik. Materiallariga keladigan bo'lsak, listlari 1.8 list, profillari 6x4, stoykasi 8x4. Darvozamiz. Kimga darvoza kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. O'lchab O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beraveramiz. Kvadrat metri 1.200.000 so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Vatandoshlar telefon qilaverasizlar, ekrandagi nomerlarga.